Uydagiligi taom tayyorlab berib, duolarni olmoqchi bo'lsanglar, albatta shu taomni tayyorlab beringlar. Tuxum, tuz, o'simlik yog' aralashtiramiz, quymoqlarni pishirib olamiz. Qiymaga mayda to'g'ralgan piyoz, qirishdan chiqarilgan kartoshka, murch, tuzni solamiz, yaxshilab aralashtiramiz va ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Ko'rsatilgandek qilib quymog'imizga shakl bergan qiymamizni chiroyli qilib o'rab olamiz. Pech listiga joylaymiz, ustiga sayroq bo'laklarni qo'yamiz. Ishlaringiz rosa akkuratniy, duxovkalaringiz, gaz pechlaringiz har doim toza turadi deydiganlar ko'rib qo'yinglar. Menda ham kir-chirk bo'ladi, lekin videoga o'tgan paytimda tozalab olaman. Bunday paytda azilit menga yordamga keladi va har qanday chirkni eritib yuboradi. Chirk joyiga sepasiz, 5 daqiqa poylaysiz, keyin esa artib olasiz. Yaltillashini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Voila. Tozalik bor joyda baraka bo'ladi albatta. Belizna bilan rakuinamni yuvgan edim, rezultatni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Rakuina hamda vannalarni oqartirishda, tozalashda beliznaga yetadigani yo'q. Kafel, vanna, unitaz, xullas nalyotlarni ketkazishni xohlasanglar, anti-nalyotga yetadigani yo'q. Har uchala mahsulot ham Graz kompaniyasiga tegishli. Toza xona, toza pechda taomni pishirib olamiz. 170 gradusda qizigan duxovkada 40 daqiqada tayyor bo'ladi. Barakali mazali taom tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notarangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.